Salom qizlar, bizda hali ertalab. Bolalarni maktabga tashladim-da, maktabdan kelayotganimda qarasam, erim menga сообщение yozibdilar. Hali ham komandirovkadalar-da, komandirovkada bo'lsalar, mehrlar oshib ketib qoladi-cha, romanticheskiy сообщениялар yoshga tushib ketadi. Keyin nima debdilar? Yaxshi, ham shunaqa xursandman, shunaqa lakiman, udachливый odamman, shunaqa oila qurganman, shunaqa farzandlarimiz bor, shunaqa oilamiz bor, qizim yozyapti. Qizim hozir Atlantaga ketgan edi, konsertga, katta qizim. O'shanga yozyapti сообщение. Keyin o'sha paytda yaxshi ham senga marry me degan ekanman debdilar. O'shanga men o'ylayapman, sizlarga hozir shuni aytib bering, qanaqa bizda bo'lgan engagementimiz rosa qiziq bo'lganda, yuringlar divanda o'tiringlar, aytib beraman. Xullas, biza o'shanda уже 1 yildan oshgan edi uchrashib yurganimizga. Amerikanецlar unaqa tez uylanmaydi. Ular 1 yil даже считается tez, chunki o'zi 2 yil, 3 yil, 4 yil gaplashib, keyin uylanishadi, chunki ular uchun turmush это juda ham seriozniy narsa. Bizda masalan ota-ona tanishtirib qo'yishi mumkin, sochilar orqali. Bu yerda unaqa narsa yo'q-da, chunki qanaqa qilib совсем bilmagan odaming bilan turmush qura olasan deb aytishadi-da. Bu yerda keyin bu yerda unaqa vohli uylanib olishmaydi, vohli yerga tegib olishmaydi, как правило, chunki birinchi обязательно o'qishni bitirishadi, ishga kirishadi, sal bo'lsa ham oyoqqa turishadi, keyin turmush qurishadi. Xullas, o'shanda уже 1 yildan ortiq gaplashib yurdik. Endi biza mening ikkinchi turmushim, menda birinchi turmush bo'lgan Toshkentda. Ularda hali hech qachon turmush bo'lmagan, farzand hech qachon bo'lmagan. O'shanga endi men o'sha paytda kutmagan edim, to'g'risini aytsam, предложениyani, qanaqadir o'ylamagan edim-da. Keyin meni ota-onalarini uylariga olib bordilar-da, mehmonga. Ularda meni qaynona-qaynatamda o'zi ular Chikagoda, meni erim ham Chikagoda tug'ilib katta bo'lganlar. No, qishda ularda qish juda ham такой muzdek, sovuq bo'ladi, qor biron ish qilib. O'shanga ular Floridadan uy sotib olishgan. Floridani bitta ostrovidan, Saint George degan joy, okeanning yonida. Ularda qish bo'lganda o'sha yerga ketishadi. Qishni yoqtirishmaydi endi ular hozir o'sha yosh katta bo'lib qolgan. O'shanga o'sha yerga ketishadi endi, в принципе, yoshli paytidan shunaqa borib yurishadi-da. Meni o'sha yerga olib borganlar, chunki qish payti edi, как раз ota-onalari o'sha yerda edi. Keyin borganimizdan keyin, ozginadan keyin cho'ta mazam endi o'sha kun emas, 2-3 kundan keyin mazam bo'lmagan, boshim og'riyotgan bo'lgan, уже esimda yo'q, ancha yil o'tib ketdi-ku. No, yotganman-da, mazam bo'lmay. Keyin yur aylanib kelaylik, ostrovga borib aylanib kelamiz deb gapiraverganlar-da. Keyin men voy aylangim kelmayapti, boshim og'riyapti, mazam yo'q deyapman-da. Yo, yur deb qo'ymayaptilar-da. Keyin ko'rsangiz, insam qotirib, endi sochlarim ham taramay, qanaqadir bir bolalik kiyib olganman ustimga. Bo'pti deganman, keyin golf kart bor-ku, golfda yuradigan mashina. O'shanga o'tirganmiz-da, keyin ostrovda aylanib yuribmiz. Bir paytani mayak lighthouse deyshadi anglizchasiga, o'zbekchasiga endi bilmayman. Mayak yoniga kelib, endi mayak uzun-ku. O'sha yerga tepasiga chiqaylik deydilar. Voy, men tepaga hozir chiqa olmayman. Nimasiga chiqaman? Kirganman, ko'rganman mayak tepasini. Yo'q deb endi gapiraveryaptilar-da. Yur tepaga chiqamiz deb. Insalarim qotirib, zo'rg'a o'shani zinalardan tepaga chiqyapman-da. Keyin tepaga chiqqandan keyin bunday panoramada butun ana ostrov ko'riladi. Keyin o'sha ostrovga qarab turibman-da, ha, chiroyli deyapman-da. Endi ko'rganman deyapman-da, nechего нового deganda. Keyin ular orqamda turibdilar, bir narsa qarayaptilar. Keyin birdaniga gapiryaptilar orqadan. Masalan, butun dunyodan qidirganman. Endi meni erim ish bo'yicha почти butun dunyoni aylanganlar-da, komandirovkalar bo'yicha. Ham o'zlari Yevropada ko'p joylarda yashaganlar, ham ish bo'yicha juda ham ko'p joylarga borganlar, ham praktichески hamma joyga borganlar. Anaqa, masalan, butun dunyoda qidirganman, keyin masalan, butun umr kutganman. You are my one and only. Bir balolar gapiryaptilar-da endi orqada. Keyin ha deyapman-da, men endi eshitmayapman tak. Endi bo'lsa mana bildim, что sen o'sha odamsan, har kuni umrim oxirigacha yonimda ko'rmoqchi bo'lgan odamimsan deyaptilar-da. Bunda orqaga qarasam, na колени, endi ular bunda na колени turishadi. Ya'ni uzuni ko'rsatyaptilar-da. Voy deb qolganman-da.
voy sochlarim qilinmagan, voy meykapim yo'q, voy rasmga videoga hech kim olmayapti, voy dod. Keyin now will you marry me deganlardan keyin of course deb olganman. Endi hozir Toshkentda ham shunaqa moda bo'libdi-ku, shu Zapatdan kelgan narsa-da, mana shu AQShdan kelgan narsa. Marry me degan o'zi na samom деле bo'tdi-da. O'shanga shunaqa qilib keyin uyga qaytib borganimizdan keyin qaynatam keyin u paytda hali qaynatam emas edi. Mana uzuv oldim deyapman. Amerikada uzuv olish bu katta narsa-da. Это помолвка, даже to'ydan ham katta narsa-da. Keyin qaynanam ko'rsat deyaptilar-da. Ko'rsatdim. Keyin qaynatam ham ko'rsat deb yugurib kelyaptilar. Ota-onalar xursand bo'lishganda. Keyin biza biluvdik senga предложение qilishini, no qachonligini bilmovdik. Mana shu kelganinglarda уже mana shu kunlarda qilib qoladi deb o'ylavdik, deganda ota-onalar. Ana o'ziga meni hozir manikyurlarim qilinmagan. Bir amalab ko'rsataman sizlarga. Manikyur qilinmagan. Shunaqa. Qimmat uzuv. Bitta endi anaqa o'zi unaqa arzon uzuv qilish не принято. Uzuv endi qimmatroq bo'lishi kerak. O'shaning uchun narxi ham qimmat endi aytmayman sizlarga qanchaligini. Chunki o'zim точно bilmayman. Shunaqa bo'lgan ish qilib. Mana keyin shunaqa turmush qurganimizdan keyin to'yimiz bo'lgan. Keyin farzandlarimiz tug'ilgan. Передача bor edi-ku Toshkentda, esinglardami? Baxtli oilalaridan bittasimiz deb. Esingizdami? Любовь с первого взгляда degan o'zbekchasi bor edi. O'shalar aytgandek, baxtli oilalardan bittasimiz.